Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz. Demak, sizlar bilan bugundan boshlab onlayn tarzda yozilgan anatomiya darsliklari bilan tanishishni boshlaymiz. O'zi umuman olganda inson tanasida 12 ta organlar sistemasi mavjud. Ularga kiradi asab tizimi sistemasi, yurak-qon tomir sistemasi, nafas olish organlari sistemasi, ovqat hazm qilish organlari sistemasi. Bundan tashqari skelet va mushak tayanch harakat sistemasi, siydik ajratish sistemasi, reproduktiv ko'payish organlari sistemasi, endokrin tizim sistemasi, yana limfa tizimi sistemasi qon tomirlar tarkibiga kirib ketadi. Ular o'zaro faoliyati bir-biri bilan bog'liq. Va eng ko'p biza massaj mutaxassislari duch keladigan integumentar, ya'ni teri umumiy kapsula holatida bizani saqlab turadigan integumentar, teri bilan bog'langan umumiy tana sistemasi. Lekin biza massaj mutaxassislari umumiy 12 ta sistemani bilishimiz shart emas. Lekin kasb faoliyatimizda aynan shu organ va sistemalar bilan bog'liq 6 tasi bilan umumiy chuqur tanishib chiqishimiz shart. Demak, sizlar bilan birma-bir har bitta tizim bilan tanishishni boshlaymiz. Yaqinroq o'tirib oling, xotirjam o'tirib oling hamda ruchka daftarlaringizni tayyor qilib, muhim ma'lumotlarni yozib olishni unutmang. Demak, sizlar bilan integumentar, ya'ni butun inson tanasini qoplab turadigan teri bilan tanishishni boshlaymiz. Bu tizim biz uchun nimaga juda ham muhim, juda ham chuqur ahamiyat kasb etadi. Sababi massaj mutaxassisi teri bilan bevosita ishlaydi hamda unda bo'ladigan jarayonlar, belgilar orqali tanada nima hodisalar sodir bo'layotganini yaqqol ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan his qilib, bemor bilan bevosita kontakt o'rnatib, muolajalarda chiroyli xizmat ko'rsatishga, chiroyli servis ko'rsatishga, massaj muolajasi sifatli hamda a'lo bo'lishiga, uni sezib, his qilib massaj muolajasini amalga oshirishga biz har doim teri bilan chuqur tanishgan bo'lishimiz kerak. Demak, bu terimizda ko'rib turganinglarda birinchi bo'lib epidermis qavati bor. Aynan shu epidermis qavati bizda terini ustini qoplab turadi hamda bizani tashqi teri ko'rinishiga qarab undan informatsiya olishimizga yordam beradi. Keyingi qavati bu derma qavati bo'lib, bu derma qavatida asosan nerv tolalari, sochlar, sochlarning ildizi joylashgan bo'ladi. Biza bevosita terini ustidan massajni davom ettiramiz, lekin chuqur to'qimalarga ta'sir o'tkaza olamiz. Mana bu yerda ko'rib turganinglardek zararlangan to'qimalarni ko'rib turibmiz. Aynan shu joyda trigger nuqtalari bo'lsa, bemorda qanaqadir og'riqlar bo'lsa, biz aynan shunday jarayon orqali bemorimizga yordam beramiz. Endi keyingi qavatimiz bizda teri osti qavati. Teri ostidagi yog' qavati xuddi shunaqa ketma-ketli qavatlardan keyin tashkil topgan. Aynan shu qavat bilan muskullar o'rtasida bizda fastsiyalarimiz bor. Aynan shu fastsiyalarimiz, ya'ni mana bu zonada ko'rinib turgan fastsiyalarimiz muskul qavatlarimizni har bitta organdan ajratib turgan holatda massajimizda muskullarni yo'nalishi bo'ylab amalga oshirganimizda juda ham samarali natija berishini ko'rasizlar hali darslarimizda davomida. Xo'sh, endi qarang. Mana aynan shu muskul tolalari yo'nalishiga ega. Umumiy inson tanasida mushak zanjir yo'llari mavjud. Aynan shu mushak zanjirlari yo'llarini siz agar bilib oladigan bo'lsangiz, oson natija qilasiz. Darslarimiz davomida bu haqida yana to'xtalamiz. Demak, biz hozir umumiy teri haqida gaplashyapmiz. Juda ham qiziqarli jarayon. Siz qo'llaringiz bilan massaj amalga oshirasiz, tanada esa shunday hodisalar yuz beradi. Og'riqlar ketadi. Fastsiyalar inson tanasida teridan keyin, yog' qavatidan keyin turadigan aynan shunaqa kletkalar hisoblanadi. Har bitta muskullarning orasini ham shunaqa mayda bo'lib bir-biridan ajratib turadi. Hattoki suyeni ustki qavatida ham har bitta organlarning ustini ham fastsiyalar qobiq bo'lib, plyonka holatida uni himoya qilib ajratib turadi. Organlar bir-biriga qo'shilib ketmasligi uchun. Muskullarning ustidan fastsiyalar xuddi shunaqa qoplab olgan bo'ladi hamda biz asosan shu fastsiyalarni harakati bo'ylab, yo'li bo'ylab muskullarni joylashgan uzunchoq yokida ko'ndalang targ'il muskullarga qarab ajratib, yo'nalish bo'ylab massaj qilishni amalga oshiramiz. Agar inson tanasida fastsiyalar bilan bog'liq muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, aynan ko'rib turgan videolardagi muammolarga bemor duch keladi. Masalan, keservadan keyingi chokka tortilib qolish oqibatida fastsiyani yirtilishi hamda uni tikilib bir-biriga birikib qolishi, unga yamoq tushganini hisobiga tanada tortilishlar, umurtqa pog'onasida muammolar, beldagi og'riqlar paydo bo'ladi.
Biza bevosita teriga ta'sir qilar ekanmiz, terini ichkarisida bo'ladigan muammolarni bartaraf etishga erishamiz. Endi teri shunaqangi organlar sistemasiga kiradiki, butun tanani kapsula holatida, yaxlit holatda ushlab turadi. Sohalarga qarab yupqa hamda eng qalin zonalari mavjud. Masalan, bosh terisida hamda tovon terisida terining eng qalin qismlari joylashgan. Kaft ichi, qovoqlarning usti hamda ichki tomonlarda bo'ladigan bo'lsa, yupqa terilar joylashgan. Bu terilarni qalin yupqalik darajasiga qarab bizani bosimimiz ham shunga mos ravishda amalga oshirilishi kerak. Agar massaj mutaxassisini bosimi to'g'ri bo'lmasa, massaj shunchaki befoyda amaliyotga aylanib qoladi. Endi terining ustidagi poralarni ochiqligi, massajdan oldingi qabul qilingan yengil kontrast dush massajlarni yuqori darajada natijali bo'lishiga yordam beradi. Demak, massaj mutaxassislari amal qilish kerak va bilish kerak bo'lgan ikkinchi sistemalar bu yurak-qon tomir sistemalari. Yurak bizada umumiy nasos vazifasini bajaradi. 4 ta kamerali bo'ladi hamda qonni butun tana bo'ylab yurg'azib, qon aylanishini ta'minlagan holda organlarni hujayra darajasida oziqlantirishga yordam beradi. Aynan qon tomirda qanaqa jarayonlar bo'lishini ko'ramiz. Aynan qon tomirlarining ichida eritrotsitlar, trombositlar hamda leykositlar mavjud. Aynan ushbu moddalar qon tomirlarda joylashib, har bitta organ va to'qimalarga borib, to'qimalar oziqalanishini ta'minlab beradi. Aynan shu yo'llarda disfunksiyalar bo'lganini hisobiga bemorlarimizda kasallik kelib chiqadi. Qon aylanishi yaxshi bo'lgan zonalarda o'sish, rivojlanish hamda kasallik bo'lish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Aynan disfunksiya oqibatida, trigger nuqtalari oqibatida qaysidir organda agar tiqilmalar yoki tromblar yoki qanaqadir yog' bosishlar bo'ladigan bo'lsa, bemorlarimizda aynan o'sha organ va sistemalarga xos kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Massaj mutaxassislari juda ham chuqur o'rganish kerak bo'lgan limfa tizimi sistemasi bilan tanishamiz. Aynan limfa tizimi sistemasi bizada tanadagi suyuqliklarni boshqaradi. Aynan limfa sistemasi bizada bemorlarimizdagi shishlarni bartaraf qilishimizga, drenajli massaj amalga oshirishimiz uchun yo'nalish bo'ylab bajarishimizga katta yordam beradi hamda natijalarimizni a'lo qilishga o'zini hissasini qo'shadigan sistema hisoblanadi. Aynan limfa tizimi sistemasini ko'radigan bo'lsak, bu sistema qanaqa joylashgan? Tugullari bor hamda bo'g'im sohalarida joylashgan. Ushbu bo'g'im sohalarida biza massaj amaliyotini amalga oshirishimiz uchun yo'nalish bo'ylab amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan limfa yaralishida juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan organlar bor. Aynan u organlar bilan darslarimizda yana batafsil tanishib chiqasizlar. Biz hozir asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa limfa sistemasini tanada bajaradigan faoliyati, tabiiy funksiyasi nima? Aynan limfa sistemasida bizada rangsiz tiniq suyuqlik oqadi. Ya'ni limfa suyuqligi. Limfa suyuqligi nima vazifani bajaradi? Limfa suyuqligi tanaga tushgan mikroblarni, bakteriyalarni, viruslarni aynan tugunchalariga biriktirgan holatda uni zararsizlantirish bilan shug'ullanadi. Aynan tanaga tushgan mikrob, bakteriya, virus infeksiyalar limfa sistemasi tomonidan yig'ilib, aynan tugullarga olib kelinib, ana o'sha yerda zararlanadi. Ana endi limfa sistemasida muammolar bor, zastoylar kelib chiqdi. O'sha yig'ilgan suyuqlik agar mikroblar, bakteriyalarni tugullar zararsizlantira olmasa, o'zi zararlanib qoladi va tizimni kasalliklari, bo'g'im kasalliklari kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, bizda qo'ltiq ostida, bo'yinda, chov sohalarida juda ham ko'p limfa tugullari joylashgan. Aynan bu tugullar ish faoliyatini jadal bajarganda bizda muammolar kamayadi. Tana sog'lom bo'ladi, immunitet darajasi oshadi. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, tizza sohasidan keyin bizda pastki zonalarda limfalarning tugullari juda ham kam joylashgan. Ayniqsa yoshi katta bo'lib qolgan insonlarda limfa tizimi bilan bog'liq muammolarning oqibatida tanani pastki qismida, ya'ni oyoqlarda juda ham katta suyuqliklar to'planishi, og'irliklar paydo bo'lishi, yurishdagi qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Aynan oyoqdagi shishlar limfa tizimi bilan bog'liq va u yerda limfa tugullari tanadan olib chiqib ketadigan yo'llarni, butun tanani og'irligini oyoq ko'targani hisobiga, nagruzkani hisobiga hamda bu yerda limfa tugullari kam joylashgani hisobiga shishlar, og'irliklar paydo bo'ladi. Endi bizda massaj mutaxassislari agar limfa drenajli massajni chiroyli amalga oshirib beradigan bo'lsak, ham bemorda yengillik paydo bo'ladi, ham og'riq kamayadi, shish kamayadi, yengil bemorimizga yurib bizga rahmatli etishni boshlaydi. Demak, bizda limfa sistemasi arteriya qon tomiri, venoz qon tomirini orasida aynan shunaqa joylashgan bo'ladi.
Ko'pincha organlar sistemasini ko'rganimizda bizada ko'p mutaxassislarimizda savol tug'iladi. Qanaqa joylashgan tanada o'zi? Organlar, sistemalar bir-biriga qanaqa bog'liqlikda, qanaqa yaqinlikda joylashgan? Aynan qon tomir sistemasi bilan yonma-yon bizada arterial qon tomir, venöz qon tomir, limfa qon tomiri hamda nerv yo'llari o'tgan. Aynan tanada hammasi bir-biriga juda yaqin, bir-biriga juda mutanosib joylashgan. Har bitta joylashgan ekan ushlashingiz. Joylashgan. Demak, limfa butun tanani 24 soat ichida bor yo'g'i 6 martagina aylanib chiqishi mumkin ekan. Bu juda sekin jarayon. Aynan bu jarayonni tezlashtirish orqali biza massaj mutaxassislari yo'nalish bo'ylab jarayonni yengil kechishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Ko'rib turganinglardek, jarayonlar tanada xuddi shunaqa amalga oshadi. Odam anatomiyasi juda ham qiziqarli fan, lekin uni tushunish biroz murakkabroq. Qo'ldan kelgancha sizlarga shunaqa animatsion videolar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Endi buni qanaqa darajada uddalayapman bilmayman. Agar yaxshi uddalayotgan bo'lsam, kelinglar, meni qo'llab-quvvatlashga bitta qarsak chalib yuboringlar. Demak, davom etamiz. Xo'sh, aynan limfa sistemasini biza faollashtirish uchun mushak sistemasini qisqarib bo'shashtirishni ko'paytirishimiz kerak. Jismoniy faol kun tartibini kechiradigan insonlarda shundoq ham yaxshi bo'ladi. Lekin yosh bolalarda, yotiqli kasallarda yokida kam harakat insonlarda o'sha limfa sistemasida to'planishlar, zastoylar ko'payishi hamda muammolar keltirib chiqarishi boshlaydi. Aynan massajimizni biz shuning uchun ham amalga oshiramiz. Mana limfalarni qanaqa darajada aylanishi, qanaqa darajada tanada sekin harakatlanishi, xuddi jeleobrazniy bo'ladi. Xuddi gelga o'xshagan suyuq, ozgina quyuqroq modda bo'ladi. Limfa sistemasida oqadigan suyuqlik sekin oqqani hisobiga ham qon tomirlarda qon suyuq tez oqadi. Limfa sistemasida bo'lsa, u jelega o'xshagan gelsimon modda, u sekin oqadi. Uni oqishini rag'batlantirish, tezlashtirish tanani sog'ligi uchun, immunitet tizimi uchun juda ham foydali. Demak, keyingi organlar sistemasi bizada nafas olish sistemasi. Nafas olish sistemasi burun bo'shlig'idan boshlanadi. Traxeyadan davom etadi hamda kislorod, burundan qabul qilingan kislorod o'pkalarda gazlar almashinuvini hosil qiladi. Gazlar almashinuvini hosil qilgandan keyin butun organlarga qon tomir orqali hujayra darajasida alveolarlarda almashib, hujayra darajasida bizada oziqalanish hamda kislorod bilan boyinish amaliyoti bo'ladi tanamizda. Endi biza nafas olish sistemasi bilan massaj mutaxassislari ham bemorni anatomiyasi tomonidan tanishib chiqish kerak, ham bemor bilan sinxron ravishda massaj vaqtida nafas olishni o'rganib, bemorga yengillik berishni o'rganish kerak. Bu jarayon qanaqa jarayon? Mana siz nafas oldingiz, tana hali tonusda turgan bo'ladi. Ayniqsa bemori tanasi. Nafas chiqarganda bo'lsa, biz to'qimalarga kiramiz. Ana shu sinxron amalga oshirilgandagina massaj to'g'ri, samarali va chiroyli kechadi. Aynan qarshi, bir-biriga qarama-qarshi nafas olish tizimida ishlaydigan mutaxassislar bemorni tanasiga kira olmaydi, tana unga ochilib bermaydi. U nafas olgan paytda siz agar bosim beradigan bo'lsangiz tanaga, sizga tana kirishingizga ruxsat bermaydi. Demak, bemorni nafasiga moslashib olamiz, ritmga tushib olamiz, nafas olganda tayyorlanamiz. Chiqarganda biz amaliyotlarni tanaga chuqurligiga sekin to'qimalar orqali kirib ketamiz. Keyingi organlar sistemasi bizada aynan ovqat hazm qilish sistemasi bizada og'iz bo'shlig'ini lav qismidan boshlanadi. Lavlar bizada darvoza vazifasini bajaradi. Luqma kirishidan oldin, ayniqsa yosh bolalarni qaranglar, agar yegisi kelmasa yopib oladi og'zini. Ochmaydi labini. Aynan darvoza. Darvozadan keyin bizada tishlar. Tishlar bu oziqa moddalarini maydalab, ularni yutumga tayyorlab berishga xizmat qiladi. Endi keyingi organ bu til. Til bizada ovqat massasini yumaloqlab, namlab, ta'm bilish retseptorlari orqali uni oshqozonga signal yuborib, nima tushyapti oshqozonga, u haqida signal yuborib yutumni amalga oshiradi. Endi keyingi ovqat hazm qilish sistemasini organi bu uzun yo'ldan iborat qizil o'ngach. Aynan keyingi bosqich bo'ladigan bo'lsa, bizada qizil o'ngach. Aynan shu qizil o'ngachdan o'tib bizada oshqozonga tushadi ovqat qoldiqlarimiz. Ovqat oshqozonga tushgandan keyin oshqozon osti bezidan ajralib chiqqan suyuqlik so'ki orqali bu yerda hazm jarayonlariga tayyorlanadi.
Jigar bizada filtr vazifasini bajaradi. Buni hamma biladi deyarli. Uni ostida joylashgan aynan shu o't qopi suyuqligida turgan safro orqali yog' moddalari parchalanadi 12 barmoqli ichaklarimizda. Endi 12 barmoqli ichaklarimizda vitaminlarni, minerallarni, ovqat massasi sostavidagi bizga kerakli bo'ladigan foydali vitaminlarni so'rish uchun kerak bo'ladi. Endi keyingi organlar sistemasidagi a'zolarimiz, ya'ni 12 barmoqli hamda ichaklar bilan tanishib chiqamiz. 12 barmoqli ichakka jigardan chiqqan o't suyuqligi quyiladi, hazm jarayonida ishtirok etadi. Ana undan keyin yo'g'on ichakda massalar suyuq holatdan quyuq holatga, ya'ni kal shakliga keladi. Endi aynan yo'g'on ichagimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, ichida varsinkalar joylashgan. Varsinkalar bu ingichka uzun tolalar, aynan shu tolalar orqali ichakka tushgan suyuq modda varsinkalarning teshikchalar orqali so'riladi, yana qaytaga tanaga so'riladi, kal holatida ichaklarda qoladi. Endi massaj mutaxassislari nima uchun bu sistemalarni yaxshi bilish kerak? Chunki biz qo'l qo'yayotganimizda qo'limizni qatga qo'yayotganimizni bilishimiz kerak. Massajni nima uchun bajarayotganimizni bilishimiz kerak. Ichaklarda ayniqsa peristaltika yaxshi bo'lmasa, yosh bolalarda ich qotishlari, qorin og'riqlari, bu uyquga xalaqit beradigan og'riqlar paydo bo'lib bolani qiynaydi. Massaj mutaxassisi aynan qorin sohasida massajni amalga oshirganda bu jarayonlar yengillashadi. Yokida biz agar ovqat hazm qilish sistemasini ichkarida qanaqa joylashganini bilmasak, qo'limizni qo'yganimizda biz qaysi holatda, qaysi sohaga qo'yayotganimizni bilmaymiz hamda massajimiz kutganimizdan samarasiz kechadi. Nerv yo'li. Bizda tanishishimiz kerak bo'lgan keyingi organlar sistemasi bu asab tizimi sistemasi hisoblanadi. Asab tizimi sistemasi ikkiga bo'linadi. Bu bosh miya orqali boshqariladigan markaziy asab tizimi sistemasi hamda periferik nerv sistemasi. Endi markaziy nerv sistemasi miya po'stlog'i ostida joylashgan bo'ladi hamda butun tanadagi jarayonlarni boshqaradi. Orqa miyada joylashgan orqa miya esa butun organ va sistemalarga segment yo'llari orqali informatsiya tashiydi hamda aynan organlar haqidagi informatsiyani butun umurtqa pog'onasiga yig'ib bosh miyaga yetkazib berish faoliyati bilan shug'ullanadi. Periferik nerv sistemasini ko'radigan bo'lsangiz, markazdan uzoqlargacha joylashgan bo'ladi. Ya'ni markaz gravitatsiya bu qorin bo'shlig'i hamda yurak bo'lsa, ya'ni nasosimizda bo'lsa, ana undan keyin undan tarqalgan nerv sistemalari aynan qo'limizning uchlari, oyog'imizning uchlari hamda burun hisoblanadi. Chunki markazdan uzoqda joylashgan. Ya'ni quloq, burun, qo'llarimizning uchi hamda oyoqlarimizning uchi bizda markazdan uzoq joylashgan periferik qismlar hisoblanadi. O'z o'rnida nerv tizimi somatik hamda vegetativ nervga ham bo'linadi. Bu nima degani? Bu inson somatik ixtiyoriy boshqariladigan nerv tizimi, ya'ni bu harakatlarni o'zimiz boshqara olamiz. Masalan, issiqqa qo'limiz tegib kelsa tortib ola olamiz. Tashqarida shamol bo'lsa, derazani yopish uchun biz yugurib boramiz yoki qanaqadir xavf chiqsa yuguramiz. Biz buni boshqara olamiz. Biz boshqara olmaydigan vegetativ nerv sistemasi esa bizani boshqaruvimizsiz ham, bizani aralashuvimizsiz ham o'z faoliyatini bajaradi. Bunga nima misol bo'ladi? Masalan, nafas olish, yurak qisqarish hamda bo'shashishi hamda aynan ichki organlarning ish faoliyatini biz boshqara olmaymiz. U vegetativ nerv sistemasi orqali avtomatik jarayon hisoblanadi. Aynan tanada nerv yo'llari mayda tolalar orqali joylashgan bo'lib, har bitta organ va to'qimalarga yetib borgan hamda uni jarayonni qanaqa faoliyatni bajaryapti, tanada qanaqa hodisalar ketyapti, kasalliklar kelib chiqyaptimi, aynan nerv yo'li orqali bosh miyaga xabar beriladi. Agar o'sha yerda nerv falajlangan bo'lsa, aynan organ va to'qimalardan bosh miyani xabari bo'lmagani sababdan o'tda falajlik, harakatsizlik kelib chiqadi. Masalan, insult kasalliklari, qon tomiri yoriladi, nerv o'zini faoliyatini bajara olmaydi. Aynan zararlangan miya qismi organ tanada qaysi zonalarga javob beradigan bo'lsa, aynan o'sha joylarda kasalliklar kelib chiqadi. Endi yokida tug'ruq travmalarini olaylik. Aynan bo'yin qismida joylashgan bolalarni tug'ruv jarayonidagi bo'yin qismida joylashgan shu masalan kichkina nerv tolasi agar qisilib qoladigan bo'lsa yokida o't zararlanadigan bo'lsa, bu endi o'z faoliyatini bajara olmaydi.
buni bajara olmagandan keyin bo'lishi mumkin bir xil bolalarni bir yoq qo'li yaxshi ishlamaydi. Massaj qilayotganinglarda ko'rgansizlar, qo'li orqada qayrilib qolib ketadi. Ana shunaqa muammolar aynan bo'yin qismidagi qisilishlar bo'ladi. Yokida biza ko'rishimiz mumkin bolalarda ko'p uchraydigan krivosheya kasalligi. Krivosheya kasalligini agar nevrologik turi bo'ladigan bo'lsa, bu aynan bo'yindan chiqadigan xuddi shunaqa nerv tolalarini zararlanishi oqibatida bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'yinni 7 ta umurtqasi bo'ladigan bo'lsa, har bitta umurtqani orasidan chiqadigan segment yo'llari ma'lum bir organlarga boradi. Tepa qismidagilari kalla ichi suyagi, miya, ko'z, burun, og'iz ichi, til ostini boshqaradigan bo'lsa, bo'yindan pastroq qismidagilar bo'yindan pastroq qismdagi nervlar qo'l harakatlari, yelkalarimiz и даже har bitta barmoqlarimizning uchini qimirlatishimizgacha javob beradigan nerv tolalari bor. Aynan boshidan qisildimi, ya'ni umurtqa bizada ildiz-ku, boshidan qisildimi, endi bu yerda boshidan qisildimi, endi bu yerda o'sha nerv tizimiga javob beradigan butun harakatga keltiradigan qismlar ishdan chiqadi yoki falajlanadi yoki o'sha joylarda muammo bo'ladi. Yosh kattalarimizda bo'yinda osteoxondrozlarga duch kelamiz yokida bo'yinda bo'ladigan har xil og'riqlar, xo'lkalar yokida umurtqa pog'onasini grija kasalliklari, aynan bo'yin qismidagi grijalar yokida lardozlar borib qisilishi qo'lga berib yuboradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p bo'yinida muammosi bor odamlarni qo'lida muammosi bo'ladi. Lekin biz qo'lni massaj qilamiz, qo'lni ishlatamiz, bir xil katta odamlarda pleksit bo'ladi. Faqat qo'lni ishlaysiz, lekin bo'yinni ishlamaysiz. Sizning harakatlaringiz 50% yengillikka yordam berishi mumkin, lekin bemoringizda muammoni bartaraf qilishga bu kamlik qiladi. Demak, agar massaj mutaxassisi bo'lib siz to'liq toza natija ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, aynan ildizimiz bilan qo'shib massaj qilishingiz kerak. Mana sizga isboti, mana sizga fakti bilan ko'rsatyapman. Ko'pchilik massaj mutaxassislarimiz qo'l massaji deganda faqat qo'lni yelkagacha bo'lgan qismini tushunadi. Yo'q o'rtoqlar. Anatomiya tomonidan kelib chiqadigan bo'lsak, bizning ildizimiz umurtqa pog'onasida joylashgan. Aynan qo'lga keladigan nerv yo'llari, qo'lni boshqariladigan zonalar aynan bo'yin qismida bo'ladi. Demak, agar siz bugundan boshlab eslab qoling, qo'l massajini amalga oshirsangiz, обязательно bo'yinni ham qo'shib qilasiz. Ana o'shanda siz tepadan muammoni yengillashtirasiz, qisilib qolgan joydan qisilishlarni ochasiz. Bu qisilishlarni qanaqa ochilishi kerakligi bizning darsliklarimizda bor, o'rgatamiz hammasini. Aynan shu zonani massaj qilganingizdan keyin o'z-o'zidan juda ham ko'p muammolar bartaraf bo'lib ketganini guvohi bo'lasiz. Demak, nerv yo'llari pastki qismida shunaqa joylashgan bo'ladi. Eshitgansizlar, sidalishning nerv bor bizada. Umurtqani orasidagi nervlar organlarga borishi to'g'risida gaplashdik. Endi ularda agar qisilishlar bo'ladigan bo'lsa, jarayonlar xuddi shunaqa kechadi. Bemorda og'riq bu signal hisoblanadi. Og'riq bo'lyaptimi? Demak, bemorimiz xuddi shunaqa напряженный nerv tolalari miyaga informatsiya beryapti. Og'riq bu signal, og'riq bu yaxshi. Bilasizlar, onkologiyaga o'xshagan jiddiy kasalliklarda og'riq bo'lmaydi. Og'riq bo'lmaganning hisobiga bemor tanasidagi bo'layotgan yomon jarayonlardan xabarsiz qolib ketadi. Qaysidir qismingiz og'riyaptimi, tana sizga signal beryapti. Yokida bemor qaysidir qismini og'riyapti deb sizga shikoyat qilyaptimi, demak uni tanasi yordam berishingiz kerakligi to'g'risida sizga signal jo'natyapti. Boshqatdan ko'rib chiqamiz. Nervda masalan og'riq. Aynan chanoq bo'g'imidagi mana shunaqa joylashgan nervlar oyoqdagi bo'layotgan muammolardan bizani ogohlantiradi. Endi biz qo'lga keladigan og'riqlarni, qo'ldagi muammolarni bo'yin orqali bartaraf qildik-ku. Ana endi belda hamda oyoqda bo'ladigan muammolarni aynan umurtqani shu zonalariga mehr berish orqali, massaj muolajasini to'g'ri amalga oshirish orqali yordam beramiz hamda muammoni, ya'ni blokni aynan shu sohadan yechamiz. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar, tanada qancha sirli bekitilgan, qancha biza e'tibor berishimiz bo'lgan nozik jihatlari bor. Agar anatomiyani bilmasangiz, bu informatsiyalardan sizni xabaringiz bo'lmasa, siz massajni to'g'ri chiroyli amalga oshira olmaysiz. Siz ushbu ma'lumotlardan xabar topganingizdan keyin, bundan o'quvingiz bo'lgandan keyin miyadagi bor informatsiya bizda qo'lga keladi. Miyada yo'q informatsiya qo'limizga kela olmaydi. Siz bemor bilan ishlayotganingizda aynan shu narsalar haqida bilmasangiz, bilimingiz yetishmasa, siz nima ish qilayotganingizni, tanada qanaqa jarayonlar kechayotganini bilmaysiz. Men shaxsan anatomiyani juda ham yaxshi ko'raman. To'g'ri, men chuqur o'rganib chiqmadim hali, chunki vaqtim yetmadi. Hali u darajada chuqur o'rgana olmadim, lekin o'rganish arafasidaman. Shu yillargacha 12 yil mobaynida nimani o'rgangan bo'lsam, sizlarga shularni hozir bo'lishyapman. Endi qaranglar.
Xuddi shunaqa nerv yo'llari orqali bizada jarayonlar kechadi hamda tanamizdagi informatsiyalarni nerv bizga beradi. Juda ham qiziqarli jarayon. Mana hozir shu yerda nima jarayon bo'ldi? Aynan shu yerda umurtqa pog'onasi qisildi, o'tdagi yadro pulpoz yorildi, ya'ni grija toshib chiqdi. Ana endi bu bemorni nerv yo'lini, mana e'tibor beryapsizlarmi? Nerv yo'lini grijadan oqib chiqqan modda qisib qo'ydi yo'lini. Ana endi bu bemorda bu qisilish ochilmaguncha, bartaraf qilinmaguncha oyoqda eshitgansizlar ko'pchilik bir kunda oyoqdan qolibdi deyshadi. O'sha bir kunda oyoqdan qolgan bemorlarni o'zi aslida umurtqa pog'onasida yillar davomida grija shakllangan, ma'lum bir darajaga yetib kelganda u yorilgan, nerv yo'lini to'sgan hamda oyoqlari ishlamay qolgan. Yana bitta informatsiyani aytib ketaman. Shu o'rinda grijani disklar aro bo'ladigan qisilishi, ya'ni uni qisilishi nima deydi? Bosimi deylik. Bosim 5 atmosfera bosimiga teng ekan. Shunaqa qiziqarli informatsiya topdim men. Bu nima degani? Qaranglar, afg'on qozonni ko'rgansizlar. Juda ham mashhur afg'on qozoni bor. Afg'on qozonini qopqog'i yopilib, mahkamlanib, yuqori bosimda ovqat pishadi. Suyaklargacha pishib ketadi afg'on qozonda pishirilgan ovqatda. Endi agar o'sha afg'on qozonini ishlatishni bilmagan odam agar birdaniga qopqog'ini ochib yuborsa nima bo'ladi? Paq etib otadi. Nimaga? O'sha yerda atmosfera bosimiga o'xshash, nima deydi, tasavvur qilishingiz uchun aytibman, bosim to'plangan. Endi o'sha kuchlanishi 5 barobariga ko'paytirsangiz, bu 1 atmosfera bosimi bo'ladi. Unaqadan 5 tasi 5 ta atmosfera bosimi. Ko'rdinglarmi? Grija nimani hisobiga tashqariga oqib chiqadi? Bosim hisobiga. Umurtqa pog'onasining disklarini orasida bosim bo'ladi. Bu bosim yillar davomida ezadi. Undan keyin o'tdagi yadro bosimga dosh bera olmay toshib chiqadi. Endi u kanal tomonga oqib chiqqanida, qaranglar, aynan nervi bosib qo'yganda bizda уже bemor oyoqlari harakatlana olmay qoladi. Qiziqarli bo'ldimi, o'rtoqlar? Tushunarli bo'ldimi? Qo'llab turinglar. Qaranglar. Biza masaj qilayotganimizda ma'lumotlar bizani qo'limizga qanaqa keladi? Masalan, issiqlik dediga, issiqlikni sezdik. Issiqlikni sezganimizdan keyin u haqidagi informatsiya birinchi bo'lib barmoq falangalaridagi retseptorlarimizdan boshlanadi. Undan keyin kaftimizga o'tadi. Undan keyin nerv yo'li bo'ylab butun umurtqa pog'onamizdan keyin miyaga chiqadi. Aynan shu miya qismiga bemordagi yoki tashqi muhitdagi hodisalar yetib borganidan keyin pay va muskullar orqali harakat boshqariladi. Xuddi shunaqa jarayonda biza har bitta jarayonni o'zimizda sezmagan holatda muskullarimizning harakatlanib, jarayonlarni, harakatlarni amalga oshiramiz. Bemorni ham agar siz to'g'ri sezishni o'rganmasangiz, bemor bilan to'g'ri kontakt qilishni o'rganmasangiz, masajingiz samarasiz ketishi mumkin. Nimaga? Chunki siz qo'lingizni bemorning badaniga qo'yib turasiz, undan butun tanasidagi informatsiyalarni yig'ib olishingiz kerak. Tanada tonus bormi, trigger nuqtalari bormi, xala joy bormi, terilari bo'shashib yotibdimi, osilib yotibdimi, muskullari ishlamayaptimi, hammasini aynan qo'l sezgilaringiz orqali his qilib, uni bartaraf qilish bilan shug'ullanasiz. Aslida siz juda katta ish bajarasiz. Dori kelib yechib bera olmagan spazmlarni, dori moddalari kelib kengaytirib bera olmagan qon tomirlarni siz qo'llaringizni sezgisi orqali yechib, tugunlarni amalga oshirasiz. Bu juda qiziq jarayon. Siz juda katta ish bajarasiz. Siz juda katta mutaxassissiz o'zi aslida. Faqat buni bitta muammo hozir tushunib yoki tushunmay bajaryapsiz. Endi siz o'zingizni bilimingiz ustida ishlab, ozgina rivojlanishga o'zingizda turtki topib, kuch topib, agar bilim olishga harakat qilsangiz, siz professional darajada bu ish bilan shug'ullanasiz hamda natijalaringiz juda ham samarali bo'ladi. Bunga men aniq javob beraman. Chunki 12 yil mobaynida men shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, o'qiganim sari bilmagan narsalarim ochilib ketyapti. O'zim ustimda ishlaganim sari men ilmga tan beryapman. Beshikdan to qabrgacha ilm degan gap bekorga emas ekan, o'rtoqlar. Chunki ilmni chegarasi, oxir oqibati yo'q ekan. U to bitta kichkina narsani topsangiz, uni ketidan katta olam ochilar ekan. Xullas, biz davom etamiz. Ozgina hayajonlanib ketdim, berilib ketdim. Ahamiyat bermaysizlar. Demak, odam anatomiyasining keyingi organli sistemasi bu endokrin sistema hisoblanadi. Endokrin sistemasida bizda eng katta jarayonni boshqaradigan gipofiz bo'ladi. Gipofiz orqali bizda bajariladigan amaliyotlarni endi epifiz sintez qiladi.
epifiz agar yaxshi ishlasa, insonda intuitsiya yaxshi ochiladi. Ko'rasizlar, eshitgansizlar, ko'pincha insonda 3-ko'z bor deyiladi. Aynan 3-ko'z bu epifiz. Epifizi ochiq inson, epifizi faol ish bajaradigan inson oldindan rejalashtira oladi, intuitsiyani kuchli his qila oladi, undan keyin uzoqni ko'ra oladi hamda ko'p jarayonlarni reallashtirira oladi. Endi bizda keyingi endokrin tizimga kiradigan bezimiz bu qalqonsimon bez hisoblanadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qalqonsimon bezi 4 ta orolchalari bor. Aynan shu 4 ta orolchalarda bizda yod hamda unga bog'liq gormonlar ishlab chiqariladi. Bizning O'zbekiston sharoitida dengiz bo'lmaganini hisobiga, iqlim to'g'ri kelmaganini hisobiga hammamizda yod yetishmovchiligi bor, afsuski. Endi yod preparatlari agar aynan qalqonsimon bezda yetarli bo'lmasa, ana undan keyin unda muammolar kelib chiqadigan bo'lsa, bizda jiddiy kasalliklar kelib chiqadi. Masalan, oddiy rahit kasalligini, D3 sintezlanishini, tanada D3 so'rilib, terin tagida paydo bo'lib, u suyak va mushaklarga yaxshi yetishishi uchun, kalsiyni so'rilishiga yordam berishi uchun bizda aynan shitavitka yaxshi ishlayotgan, faoliyatida buzilishlar bo'lmagan bo'lishi kerak. Demak, rahit kasalligi kuzatilayotgan bolalarni, D3 vitamini yaxshi so'rilmayotgan bolalarni katta ehtimol bilan aynan endokrin sistemasidagi qalqonsimon bezda muammolar bo'ladi. Endi bizda keyingi bezlar, bizda bu buyrak usti bezlari. Buyrak usti bezlari kortizolni boshqaradi. Tug'ruq jarayonida tug'ruqni amalga oshishi uchun o'zidan gormonlar ishlab chiqaradi, tas organlarini yumshatadi ayollarda hamda bu yerda qo'rquvni, adrenalinni boshqaradi. Hech e'tibor berganmisizlar, qo'rqsanglar biqininglar og'rib qoladi. Yoki yosh bola agar qattiq qo'rqib ketsa, hojatxonaga yugurib qoladi. Aynan shu buyrak usti bezlarini faoliyatidan tanada shunaqa jarayonlar kechadi. Endi keyingi bizda endokrin sistemasini katta bezlari turkumiga kiradigan bizda aynan shu oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi orolchalarida bilasizlar, insulin gormonlari ishlab chiqariladi, hazmda yordam beradi. Aynan bu bezda buzilishlar kelib chiqadigan bo'lsa, sahr kasalliklari, ya'ni besahrli diabet, sahrli diabet kasalliklari yuzaga keladi. Endi bizda keyingi organlar bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki polovoy organlarni faoliyatini boshqaradigan bezlar. Endi bu sistemaga juda chuqur kirishimiz shart emas. Massaj mutaxassislari nima uchun aynan shu endokrin sistema bilan qisman tanish bo'lish kerak? Vrach darajasida emas, qisman tanish bo'lish kerak. Chunki sizni amalga oshiradigan massajingizni nerv tizimlari bo'shashgani hisobiga bizda kortizol moddalari tushadi. Yumshash bo'lgani hisobiga, tinchlanish bo'lgani hisobiga gormonlarni ham, hattoki narusheniyalari nisbatan tana dam olgani hisobiga me'yorlashuvi kuzatiladi. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa qiziq jarayonlar? Siz faqat massaj qilyapman deb o'ylaysiz. Aslida ichkarida qanaqa katta jarayonlar bo'ladi? Siz nimalarga aralashasiz, siz nimalarga ta'siringizni o'tkaza olasiz. Demak, bizda keyingi asosiy ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan organlar sistemasi bu harakat, tayanch, muskullar bilan bog'liq sistemalar. Aynan harakat, tayanch sistemasi bilan biz bevosita ishlaymiz. Massajlarimiz aynan bu yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi. Ana undan keyin biz bu aynan sistema bilan juda chuqur tanishib chiqishimiz kerak. Eng ko'p mana shu organlar sistemasidan bilishimiz kerak bo'lgan tizim aynan skelet hamda muskullar sistemasi hisoblanadi. Skelet muskullariga bizga kiradi suyaklarimiz, ana undan keyin muskullarimiz, bo'g'imlarimiz, paylarimiz kiradi. Aynan bu jarayonlarni biz harakat davomida qanaqa boshqarilishi, qanaqa harakat qilishini bilsagina massajimizni biz nima uchun qilayotganimizni bilamiz. Aynan harakatlar paylarga bog'liqligini, muskullar paylarga birikishini, suyakni harakatga keltiradigan paylarni guruhini bilsangizgina massajni chiroyli, to'g'ri amalga oshira olasiz hamda ayniqsa diagnozlarda natija qila olasiz. Aynan muskul yo'llarini bilsangiz, siz taxtasiz ham X-obrazniy, O-obrazniy, yana shunaqa oyoq qiyshaysh kasalliklarini taxtasiz, har xil bog'lovlasiz, tanani qiynashlasiz, amalga oshira olasiz. Endi ko'rib turibsizlar, bizda muskullar qanaqa joylashgan. Muskullarning harakati, muskullarning yo'nalishi har xil tanamizda. Bizda suyaklarga aynan shunaqa pay orqali birikadi muskullar. Endi uni uchi bo'ladi, tanasi bo'ladi hamda birikkan yana ikkinchi uchi bo'ladi. Ya'ni bir uchi bilan suyakka pay orqali birikadi, ikkinchi uchi bilan boshqa suyakka ushlab birikib turadi. Har bitta muskul xuddi shunaqa birikadi. Endi e'tibor bersanglar, mana bu muskulimiz bir boshli, bir uchli muskul. Keyingi muskulimizga qarasangiz, uni ichkarisida joylashgan ikki boshli. Endi keyingi muskulimizni qaraydigan bo'lsangiz, mana ikki boshli, mana 1
ikki boshli hamda bir uchli. Ko'rasizmi? Shu yerdan kelib chiqqan. Bu yerda masalan anatomiya kitoblarida o'qigansiz yoki massaj bilan shug'ullanasiz, muskullar haqida o'qigansiz, lekin agar hali tasavvur qila olmagan bo'lsangiz, boshlari hamda uchlari shunaqa joylashgan bo'ladi. Bir boshli, bir uchli, ikki boshli, bir uchli, qorin qismida 3 boshli, son qismida hali 4 boshli muskullarimiz bor. Aynan tanada bizada mushaklarni qisqarish hamda bukilishiga aynan tanamizda muskullarni qisqarib hamda bo'shashi harakatni yuzaga keltiradi. Endi muskul gruppalari juda chuqur to'qimalarda joylashib ketgan, ular bir-birini ustidan kesib o'tgan hamda qavatma-qavat joylashgan bo'ladi. Siz massajingizda har safar har xil mushak yo'llarini ko'zingiz oldiga keltirgan holda aynan ularning yo'nalishi bo'yicha massaj qilasiz. Ana o'shanda massajingiz samaradorligi, natijaviyligi kelib chiqadi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, orqa sohani muskullari, endi orqa sohani muskullari trapetsiyasimon muskuli joylashishi, qovurg'alar aro muskullar, ko'rgan bo'lsangiz, yelkamizani hamda kuragimizdan boshlab qo'limizni harakatlantiradigan muskullar mavjud. Aynan muskullar ichkarida bir-biriga shunaqa joylashgani uchun biza muskul yo'llarini ko'zimizning oldiga keltirib, hattoki ish faoliyatini bajarishimiz kerak. Aynan muskul sistemasida bo'ladigan disfunksiyalar, qisqarishlar, tonuslar tanada kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ko'ryapsizmi, tanada kasalliklar nimani hisobiga kelib chiqadi? Masalan, muskul guruhlari tomonidan aynan trapetsiyasimon muskullarni bo'shashib qolishi yoki cho'zilib qolishi oqibatida bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomon mas'uliyatni bo'yniga olib qisqaradi yoki nabarot, aynan platizmaga ulangan, umruv sohasiga ulangan muskul to'qimalari spazmga uchraydi, odam engashib qoladi, undan keyin bu zonalarda blok paydo bo'ladi, qisqaradi. Orqa sohada bo'lsa, xuddi shunaqa kifoz holatlari hamda kifoz kasalliklari rivojlanadi umurtqa pog'onasida mana. Endi bu qismlarni siz to'g'ri ishlov bersangizgina natija qila olasiz. Qaysidir qismini bo'shashtirasiz, qaysidir qismni qarama-qarshi tomonni cho'zilib qolgan bo'lsa, uni tiklanishiga yordam berasiz. Ko'rib turibsizki, tana tikka holatga keladi hamda natija paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Endi umurtqa pog'onasini skolyoz kasalliklarida S-obrazniy bo'lganini hisobiga ma'lum bir qismlarda qisqarilishlar, ma'lum bir qismlarida muskullarda cho'zilib qolishlar, ya'ni uni qo'yib yuborishlar, bo'shashishlar bo'ladi. Aynan o'sha bo'shashishlarning hisobiga ham yoki tonuslarning hisobiga ham kasalliklar kelib chiqadi. Aynan skelet muskullarini ichkarisida shunaqa biriktiruvchi to'qimalarimiz bor. Biriktiruvchi to'qimalarimiz har bitta umurtqani orasida, suyaklarning orasida, mayda-mayda bo'g'imlarning orasida joylashgan bo'ladi. Umurtqa pog'onasini bir-biridan ajratib turadi. Umurtqa pog'onasini orasidagi masofalarni bir xilligida ta'minlab beradi hamda aynan suyaklarga nagruska tushmasligini oldini oladi. Biriktiruvchi to'qimalar har bitta suyakdan suyakni, bo'g'imdan bo'g'imni bir-biriga biriktirib turadi. Shuni hisobiga ham ular biriktiruvchi to'qima hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, umurtqa pog'onasining orasida bor, umurtqa pog'onasining ustida bor, har bitta mayda-mayda suyaklarni ham aynan shunaqa biriktiruvchi to'qimalari bor. Bu biriktiruvchi to'qimalar orqali suyaklarimiz bir-biridan ajralib turadi, bir-birini masofasi bir-biriga mutanosib bo'ladi hamda himoya vazifasini ham biriktirib turish hisobiga bir-birini ustiga kirishib ketmasdan, bir-biriga bosim qilmasligi uchun ham orasini ochiq holatda saqlashga yordam beradi. Bizada suyak, demak bizada fundamentimizni tashkil qiladigan skelet bilan tanishamiz. Skelet qarasanglar, bizani eng ichki to'qimamiz hisoblanadi. Suyak bu asos, suyak bu fundament. Endi inson dunyoga kelganda 270 yoki 300 ga yaqin suyaklardan tashkil topgan bo'ladi tanasida. Inson balog'atga yetgan sari, katta bo'lgani sari u suyaklar birikib, biriktiruvchi tog'ay qismlari bir-biriga yopishib, yaxlit suyakni hosil qilib 206 yoki 208 ta suyakdan iborat bo'ladi. Endi tug'ilganda 300 taga yaqin suyagimiz bo'lsa, 270 taga yaqin suyagimiz bo'lsa, inson katta bo'lgan sari qolgan suyaklar qayerga yo'qolib qoladi deydigan bo'lsanglar, uni bitta misol bilan sizga tushuntirishga harakat qilaman. Sal yaqinlashtiramiz. Chanoq bo'g'imni yaqinlashtiramiz. Yana ozgina. Bo'ladi, zo'r. Aynan massaj mutaxassislari ko'p duch keladigan chanoq son bo'g'imi muammolari aynan shu chanoq, son hamda uni o'rtasidagi bo'ladigan golovka bilan sodir bo'ladi. Aynan displaziya, vivih, podvivih kasalliklari haqida gap ketyapti. Endi bu yerda chanoq suyagi yaxlitlanishi uchun ular bir-biriga
qanaqa birikma hosil qiladi. Boshlanishida golovka bo'lmaydi. Boshlanishida u suyaklanmagan tog'ay shaklida bo'ladi tanada. Ana undan keyin bola sekin-sekin katta bo'lgan sari tanasida kalsiylar yig'ilib, aynan shu suyak rivojlanishi kerak bo'lgani uchun u paydo bo'ladi hamda son suyagiga birikib ketadi. Bu birikmalar bir-biriga yaxlit bo'lib ketgandan keyin 270 ta suyak 206 ta suyakga aylanib qoladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oyoq hamda qo'llarda uzunchoq joylashgan. Oyoq boldirlarida, oyoq sonlarida uzunchoq joylashgan. Kaftlarimizda uzunchoq suyaklar joylashgan. Massaj yo'llarini ham aynan ichkaridagi to'qimalarni qanaqa joylashganini inobatga olib, yo'li bo'ylab amalga oshiramiz. Chanoq son bo'g'imida bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, suyaklarimizni chetlari, pazdoshniy ko'stimizda qanaqa joylashgan, ana undan keyin suyaklarimiz qanaqa joylashgan. Aynan ichkaridagi anatomiyani joylashiga qarab, bizning qo'l harakatlarimiz yuradi, amalga oshiriladi. Hali darslarimizda bu temaga yana to'liq qaytamiz. Sizlar bilan strukturani ko'rib chiqishimizning sababi bizani ko'zimizning oldida turishi kerak. Aynan ichkarida shunaqa jarayon kechadi. Shunaqa to'qimalar bor, suyak bor, muskul bor, pay bor, fassiya bor, organlar bor, qon tomirlar bor, limfalar bor. Ana undan keyin tashqarida teri bor. Biz teri bilan kontakt qilish orqali ichki organlarga, hattoki suyakkacha ta'sirimizni o'tkaza olamiz. Demak, shu bilan bugungi anatomiyaga bag'ishlangan darsimizning qisqachasi tugadi. Hali darslarimiz davomida bu temalarga yana qaytamiz, chuqurroq tushuntiramiz. Sizlar bilan keyingi videolarimizda massaj darsliklarini davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun hammaga rahmat.